2024 ga 2-oy. Bu ham fullidan Ultra Pro Max deganidan akalar. Hop, mashinani kuzovi ham xuddi shunaqa Ultra Pro Max 370 ko'rib turibsizlar, вообще borti uzunidan. Mashinamiz 2024 ga 2-oy probirka. Xo'p, 1700 probigda turibdi akalar. Mashina juda tiniq holatda ekan. Hop, bir boshdan ko'rsatib o'tamiz mashinani. Xo'p, ko'rib turibsizlar akalar, salafanlar ham olinmagan. 2024 ga 2-oy turibdi. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Chiroyli qilib yetkazib beramiz. Hop, birinchi balonlardan ko'rsatay. Balonlar ham yaxshi holatda ekan. Umuman ichlari shilingan, qirilgan joylari yo'q. Hop, taglarini ko'rsataman birinchi. Ko'rib turibsizlar, videoda ko'ringanidek, umuman hech qanaqa qirilgan, zanglagan, umuman joylari yo'q. Bortlarida ham ichlari hali tiniq, 1700 yurgan, adashmasam hech qancha biroq ham minilmaganda mashina. Umuman orqasida bu yerda zazorlar ham yo'q. Orqasida qirilgan, shilingan, tirnalgan joylari ham yo'q. Hop, mashinaning orqalarini ko'raylik-da, balonlarini. Propan stikerlari ham hali olinmabdi. Resordagi, ramadagi. Uzr. Hop. Gulishiter ham hali tiniq. Balonlar, orqa balonlar ham yaxshi ekan. Ko'rib turibsizlar. Orqasidan ko'rib turibsizlar, rama, gulishiter ulangan bo'ladi bunda. Uzun bo'lgani uchun, hop. Kardanlar ham qo'shilgan bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, tiniq holatda ekan mashina. Hop, motorlariga o'tamiz. Motorini eshitinglar bitta. Soat kabi ishlab turibdi akalar. Hop, mashinaning ichlariga bir boshdan akalar kirib o'tamiz. Qani bismillah. Hop, akalar, bir boshdan gapirib o'tsam, aytganimdek, mashina GLS eng fullidan. Hop, bizda mediani boshqarish uchun, hop, cruise control, hali salafanlar ham olinmabdi, qaranglar akalar, o'zingizlar olasizlar. Olgan kishi bemalol ko'chirib oladi. Hop, 1779 probegda turibdi mashina. Hop, avtomat, ruchnoy, bu yoqda yana joy bo'ladi. Hop, bu yoqda aytadigan bo'lsak, klimat kontrol. Hop, sidina soviydi, rul siydi, orqa spiral bor. Bokovoylari ham qaytarilib ishlab turibdi. Hop, radio, orqa kamera. Mashinamiz start-stop bilan ishlaydi. Bag'da palasa o'qiydi. Type-C 12 voltli zaryadchik. Hop, bu ham ishlaydi. Hop, mashinaning kaliti bitta holatda mashinaga jo'natib beriladi. Hop, aytgancha akalar, yana bitta narsa, video registrator bor ekan, buni ulab qo'yish kerak ekan. Orqasiniki yo'q ekan. Aytib qo'yaylik, videodagi holatda boradi O'zbekistonga. Hop, qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar akalar. Xudo xolasa, bir oyda mashinani chiroyli holatda yetkazib beramiz qo'lingizgacha. Hop, akalar, endi mashinaning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 21 ming dollarga O'zbekistonga borib to'xtaydi, tamojnigacha. 14 ming dollar plus minusda rastamoshga chiqadi. Akalar, bilaman, narxiga nisbatan biroz qimmat deb bilishinglar mumkin, lekin bu mashinani Koreyadagi narxi ham o'ta ham qimmat bo'ladi. Aytganimdek, hozir mashinaning tan narxi 18,5 ming. Koreyada 2,5 ming yo'l kira minadi. Hop, O'zbekistondan juda ham ko'pchilik so'ragani uchun shu mashinani O'zbekistonga chiqarib beramiz. Bo'lsa, o'zimizga bo'lsin, xudo xolasa, mashinani 30-40 kunga yetkazmasdan qo'lingizlarga topshirishga harakat qilamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa, mashina videodagidek holatda